Dadasi, men ketyapman. Ha ketaver. Ketishimga pul bermaysizmi? Ha, unayning bir. Har kuni pul so'raysan. Xotin, sani insofing bormi? Voy, 2 yildan beri ishlaysan-da, lekin 2 yildan beri har kuni ertalab men senga pul beraman. O'sha oyligingda o'zingga yetqaz. Unda nimaga kerak? Shuning uchun kerak-da. Ha, boshqa narsa uchun ham kerak, lekin. Между прочим, siz topgan pullaringizda meni ham haqqim bor. Конечно, haqqing bor. Axir men sen uchun 24 ga 7 bankman-ku. Gap ko'paytirmang, pulni bering, ishga kech qolyapman. Bunisini ham bering. O'zim men bu uyga kelganimdan keyin uyingizga fayzu baraka kirdi. Ishlaringiz rivojlanib ketdi. Meni oyog'im bu uyga qutuluv keldi. Yo'q. Demak men 18 soat ishxonaga borib, kayf qilib o'tirib, pullarimni sipirib olib kelyapman-da, to'g'rimi? Конечно. Endi u yoqda nima qand yeb kelyapsiz men bilmayman, dadajonisi. Lekin men kelin bo'lib kelganimdan keyin siz boyib ketdingiz. Xotin, sen 100% haqsan. Chunki ilon bor joyda boylik ham bo'ladi. Bor qol xotin. Yaxshi yetib olgin. Do. Shunda hozir bu gaplardan xafa bo'laymi yo xursand bo'laymi? Marque pas le temps, ça me sac bla bla. Ça t'y cause trop, ça t'y cause trop. Bang bang.